Hammaga assalomu alaykum. Bugun turk tilida kelishliklar mavzusini boshlaymiz. Birinchi mavzumiz qo'shimchamiz da. Da o'rinpayet kelishligi qo'shimchasini turk tilida qanday aytilishi va ishlatilishini ko'rib o'tamiz. Xo'p, turk tilida da qo'shimchasi ikki shaklli qo'shimcha hisoblanadi. Da va de shakllari bor. Demak, biz ikki shaklli qo'shimcha deganda inja va qalin unlilarni eslashimiz kerak edi. So'zni oxirida qalin unlilar bo'lsa da shaklida, inja unlilar bo'lsa esa de shaklida bu qo'shimchani qo'shamiz. Mana bu yerda ham ko'rsatib qo'yibdi. Qalinlardan keyin da, injalardan keyin de shaklida ishlatiladi. Qaraganimizda yonida ta, te ham bor. Bu qanaqa shakl va qanday ishlatiladi desak, agar so'zning oxirgi harfi, oxirgi undoshi f, s, t, k, ch, sh, h, p dan biri bo'lsa, buni osongina yodlash uchun fistikcha shahab desak bo'ladi. Mana shu fistikcha shahobdan biri bo'lsa, mana bu D harfimiz T ga almashadi. Da bo'lmaydi, ta bo'ladi. T bo'lmaydi, T shaklida ishlatiladi. Da, ta, de, te shakllari bor ekan. Xo'p, endi bu qo'shimcha turk tilida nerede so'rog'iga javob bo'ladi. Ya'ni qayerda desak, o'sha ustida, ostida, yonida so'zlari bilan javob beramiz. Misollarni ko'rib o'tamiz. Demak, mana bu yerda daftar var, masa var. Biz o'rgandik daftar, daftar, masa, stol. Daftar nerede? Daftar qayerda? Daftar masada. Nima uchun da qo'shdik? Chunki oxirida a qalin unli bor. Endi doktor bor, xastane bor. Xastane kasalxona. Doktor xastanede. Nima uchun de qo'ydik? Chunki i mana bu yerda inja unli bo'lganligi uchun. Keyingi misollarimizga o'tamiz. Yumurta, yumurta tuxum, sepet savat degani. Yumurta, sepette. Mana bu yerda endi D emas, T ishlatdik. Sababi nima? Mana bu T harfimiz fistikcha shahobga kiradi. Fistikcha shahobda bor. O'shaning uchun D emas, T qo'shdik. Hamdagida oxirida inja unli bor. Meva var bizda. Meva. Meva, ağaç. O'qilishiga e'tibor beramiz. A'ni cho'zamiz. Ağaç shaklda. Ağaçta. Meyve ağaçta. Nima uchun D emas T bo'ldi? Chunki ch ham fistikcha shahar harfi hisoblanadi. Mana bu a qalin bo'lganligi uchun ta shaklini ishlatdik. Demak, da ya'ni o'rinpayt kelishligining qo'llanilishi mana shu shaklda bo'ladi. Inja qalin unlilarni bilishimiz kerak va fistikcha shahobni bilishimiz kerak bo'ladi. Yana bitta o'zimiz bir misol ko'rsak, masalan, ki nima yozamiz? Kitob bordimi? Kitob va chanta. Chanta. Kitob degani chanta sumka degani. Endi kitob sumkada deyish uchun kitob chantada. Nima uchun? Chunki qalin turibdi va bizda fistikcha shahab yo'q. Evet, dani qo'llanishi bu qadar. Keyingi qo'shimchamizga o'tamiz. Xo'p, o'rtada bu mavzular kelishik emas, shuning uchun bilan tashlab ketamiz. Biroz yuqoriga chiqsak. Mana keldi. Keyingi qo'shimchamiz bizni n qo'shimchasi. N qo'shimchasi bu tushum kelishligining qo'shimchasi edi, to'g'rimi? N. Masalan, kitobni, daftarni, uyni deganda ishlatilar edi. Bitta shakli bor o'zbekchada. A
Lekin turkchada bu to'rt xil shaklli qo'shimcha hisoblanadi. Mana shu o, i, u, ü harflari faqatgina harf emas, tushum kelishigining qo'shimchalarini ifodalaydi. Demak, mana biz to'rtga bo'linish qoidasini bilardik. Unlilarda a, i, o, u, ü. Unlilari so'zni oxirgi bo'g'inda kelsa, mana shu unlilardan mosi n qo'shimchasi vazifasini bajaradi. Masalan, demak, ayron ichiyorum debdi. Bu ham to'g'ri, lekin bunga kelishik qo'shimchasi ni qo'shsak, ayranni ichiyorum. Nima uchun bu yerda I bo'ldi? Chunki mana bu yerda A bor. Ayranni ichiyorum. Ichmak, ichmoq degani. Keyingisi, defter satıyorum demiş. Hop, buni endi qanday qilamiz? Defter o'zi keladi. Defter. Oxirgi bo'g'inga qaraymiz. Defteri. Değil mi? Defteri nuqtali. Defteri satıyorum. Bavul taşıyorum. Bavul chemodan degani edi. Tashimak degani o'sha tashimoq, olib yurmoq degani. Bavul o'zini yozamiz. Bavul oxiriga qaraymiz. Demak, bavulu tashiyor. Gul kokluyorum. Gul atirgul degani edi. Ko'klamak esa hidlamoq degan. Hidlamoq. Bu yerda endi gulni o'zi keladi. Qaraymiz. U bo'lsa qanaqa bo'lardi? Guli kokluyorum shaklda bo'ladi. Mana bu yerda kalemi alıyorum. Almak, olmoq degani. Endi yuqorida biz xustak shahabni ko'rib o'tgan edik. Dada, nda ham kichkinagina undoshlar bilan bog'liq bir qoidamiz bor. Biz bilishimiz kerak bo'lgan qoida. Agar so'zimiz P, Ch, T, Kdan biri bilan tugasa, P Bga, Ch Jga, T Dga, K yumshoq G yoki G ga almashadi. Masalan, misol ko'rib o'tamiz. Kitob o'qi, kitobni o'qi bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda P B ga almashyapti. Kitobi o'qi. Keyingisi simit yiyor. T bilan tugabdi. Endi simitni yeyapti demoqchi bo'lsak, simidni yiyor. Simiti yiyor değil. Çiçek suluyorum. Gullarga suv qo'yyapman yoki gulga suv qo'yyapman deyiladi bizda. Gulni sug'oryapman demoqchi bo'lsak, mana bu k yumshoq g ga aylanadi. Mana bu yerda yumshoq g yoki g deb aytib qo'yibdi. Qachon g ga almashadi desak, ikkita unli bir xil joyda kelganda, masalan, ne olsun, renk so'zi bor. Endi nimanidir rangi demoqchi bo'lsak, bu rengi shaklda yoziladi. Yumshoq g ga emas, g ni o'ziga, g harfiga o'zgaradi. Xo'p, keyingisi hovuch ye. Hovuch nima edi? Hovuch sabzi edi. Endi sabzini ye demoqchi bo'lsak, mana bu yerdagi ch j ga almashadi. Demak, tushum kelishiga turk tilida to'rt xillik qo'shimcha ekan va undoshlar bilan bog'liq kichkinagina qoidamiz bor ekan. Mana shu to'rtta harfni bilishimiz kerak ekan. Bu yuqorida biz fistikcha shahab deb oson yodlab olgan edik, ya'ni undoshlarni. Bunda ham oson yodlash yo'li bor. Bu ketchap. K T bir yozay. K T Ch P. Ketchup degani ketchup qoidasi deb
yodlab esimizda saqlasak bo'ladi. Demak, bugun biz da va na qo'shimchalarini va ularning qo'llanishi, ular bilan bog'liq unlilar qoidasini o'rganib oldik. Keyingi darslarimizda qolgan kelishik qo'shimchalarni davom etamiz.